Yo'q. Birinchi misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, men 30 gradus topib olganim bo'yicha muammo yo'q. Ya'ni uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ga teng. O'shandan foydalanib, uchinchi burchagini 30 ga tengligini topib oldik. Endi bizda qoida bor edi. Kichik burchak qarshisida nima yotadi? Kichik tomon yotadi. Katta burchak tomonda, qarama-qarshi tomonda katta tomon yotadi. Ya'ni katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Eng kichik burchak 30 bo'lganligi uchun 30 ni qarama-qarshidagi tomon, ya'ni A tomonimiz nima bo'ladi bizda? Eng kichik bo'ladi. Keyingisi 70 bo'lganligi uchun mana 70 ni qarama-qarshidagi nima bo'ladi bizda? Undan keyingisi bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni S tomonimiz undan keyingisi bo'ladi va eng katta tomonimiz 80 gradusli burchak qarshisidagi tomon, ya'ni B eng katta tomonimiz hisoblanar ekan. Savol yo'q-a? Keyingisi mana 3-misolga ahamiyat beramiz. 3-misolda mana 85 bu 40 bo'lganligi uchun mana bunga nechi qoladi? Bir yuz 180 bo'lishi uchburchakning ichki burchaklari. Nechi qoladi? 40, 85, 55. Молодец. 55 bo'ladi. Tak, 70, 44 bu burchak nechi bo'ladi? Oltmish to'rtmi? Ha. Yo'q, 64 emas, 66 bo'ladi. 66 dan qo'shadigan bo'lsam 110 bo'ladi. 110 ga 70 ni qo'shadigan bo'lsak, 100 nima bo'ladi? 80 ga teng bo'ladi uchburchakning ichki burchaklari. Endi qaranglar. Mana bu uchburchakka ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mana bu uchburchakka ahamiyat beradigan bo'lsanglar, shuning eng kichik tomoni qaysinga teng? Eng kichik tomoni eng kichik burchak qarshisida nima qiladi? Yotadi, to'g'rimi? Ya'ni S tomonimiz bizda nima ekan? Eng kichik. Eng kichigi mana bu uchburchak uchun bizda nima? Eng katta. Mana. Nimaga? Chunki 85 qarama-qarshida yotibdi. O'shandan foydalanib, bunda eng kichigi bunda eng katta bo'ladigan bo'lsa, demak, umumiy holatda eng kichik tomon qaysi bo'ladi? Mana bu uchburchakka bog'liq bo'lib qoladimi? Shu uchburchakning ichidagi, ya'ni tomonlaridagi eng kichkinasi nima bo'ladi? Eng kichik tomon bo'ladi. Xo'p, endi bunga qaraydigan bo'lsak, burchaklar ichida eng kichkinasi 40. 40 ni qarama-qarshidagi nima? B. Demak, eng kichkinasi nima ekan? B. Keyingisi 55 bo'lganligi uchun 55 ni qarama-qarshisida nima? A yotadi, mana B A bo'ldi. Keyingisi nima bo'ladi? S bo'ladi. Va undan keyingisi E bo'ladi. Va eng katta tomonimiz nima bo'ladi bizda? D bo'ladi. Savol yo'q bu misol bo'yicha? Ya'ni 3-misol bo'yicha. Tushundinglar? Tushuntira oldimmi? Ha. Tak, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz bizda mana shu misolni ishlab qo'y. Buni o'chirib tashlayman. Buni o'zini yozsam bo'lar ekan. Tak, qaranglar, buni nima qilamiz desa, mana bu katta uchburchakka ahamiyat beradigan bo'lsak, katta uchburchakda ichida yotganligi uchun mana bu S umumiy holati bu burchagimiz nimaga teng? 60 ga teng, bu burchagimiz 80 ga teng. Eng kichkinasi nima bizda mana? 40 bo'lganligi uchun 40 ni qarama-qarshidagi nima ekan bizda? S, to'g'rimi? S tomonimiz eng kichik. Eng kichik mana bu tomonga qaraydigan bo'lsak, eng katta, chunki 110 ni qarama-qarshida yotibdi-da S tomon. Demak, birinchi mana ichidagi uchburchakka nisbatan olamiz, ya'ni uchburchakka qaraydigan bo'lsak, eng kichik tomonimiz qaysi bizda? E, to'g'rimi? Mana E.
30 gradusni qarama-qarshida yotibdi. Keyingisi D bo'lganligi uchun D ni qarama-qarshidagi nima? 40, ya'ni 40 undan keyingisi bo'ladi mana. Keyingisi S va keyingisi S'dan keyingisi mana bu общий 60, bu общий 80. 60 ni qarama-qarshida nima yotibdi? B yotibdi. Va eng kichkinasi nima ekan bizda? A. Eng kichkinasi va eng kattasi uzr. Savol ham bu bo'yicha? Tushundinglar? Keyingisi 8-misolga ahamiyat beramiz. 8 ishlay qolamiz. Bu yerdan A, B, C, D, E, F larning ichidan eng katta nimasini topgin deyapti? Maksimumini topgin deyapti. Tushunarlimi? Endi qaraylik, mana 40 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 80 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana nechiga teng bo'ladi? 60 ga, to'g'rimi? Tushunarli-ku? Keyingisi mana bu 48, 86 ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, nechiga teng bo'ladi? Nechiga teng bo'ladi? 134. 134. Ikkalasini qo'shsam 134 bo'ladi. 134 ga 134 ga nechini qo'shsam 180 bo'ladi. 56. 56. 56 emas. 46. Tushunarlimi? Endi qaraylik. Mana bu uchburchakga qaraydigan bo'lsak, shu uchburchakni tomonlariga yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, eng katta tomon qaysi bizada? Eng katta tomon qaysi? Eng katta burchak qarshisida yotadi, to'g'rimi doimimizda? Eng katta burchagimiz 80 bo'lganligi uchun eng kattasi qaysi dedik? S dedik. No, qaraylik, endi keyingi uchburchakka, mana bu uchburchakka ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda eng kattasi qaysi ekan bizda? S'dan ham kattasi bor ekan. S'dan ham kattasi nima ekan? K. Endi nima bo'ldi bizda? Eng kattasi K bo'ldi. Endi men bitta burchagi 91 bo'lganligi uchun qolgan ikkita burchagi 91 dan kichkina bo'lishi aniqmi? Chunki ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng. Bu 89 ga teng bo'ladi. Ikkalasini yig'indisi, bittasini emas. A bilan B yoki bo'lmasa alfa bilan beta deydigan bo'lsa, alfa bilan betani yig'indisi 89. No, ikkita burchak ham, ya'ni alfa ham beta ham 91 dan kichkina bo'lishi aniqmi? Chunki yig'indisi ham kichkina bo'lyapti-ku. Demak, eng kattasi qaysi ekan bizda? F. Tushuntira oldimmi? Ya'ni K dan kattaligi aniqda, mana betadan qarama-qarshidan kattaligi aniqda. Demak, eng katta maksimumi nimaga teng? Maksimum F bo'ladi. Savol ham? F burchagimiz, F tomonimiz uzr eng kattasi ekan. Tushunarli-ku? Xo'p, keyingisi 9-misolga ahamiyat beramiz. 9-misolimizda BAC 30 gradusga teng ekan. CDE 30 gradus ekan. DEC 40 gradus ekan. Tak, minimum tomoni topgin deyapti. Bu yerdan minimumni topadigan bo'lsam, men bu uchburchaklarning ichida, mana bu uchburchakning ichida mana 70 ga teng, to'g'rimi? 70 ga teng bo'lsa, mana nechiga teng bo'ladi? 80 ga. Shulardan eng kichkinasi qaysi? B, C mi? Shundan ham kichkina qaysi biri? Shularning ichidan ham eng kichkinasi nima ekan bizda mana? EC ekan, to'g'rimi? Ya'ni 30 gradus qarshisidagi EC tomonimiz eng kichkinasi ekan.
Savol yo'q. Tushundinglar 9-misolda. Kim tushunmayotgan bo'lsa, bemalol mikrofoninglar yoqib so'rashingiz mumkin. Muammo yo'q hech kimda? Tak, tushungan bo'lsanglar, keyingi mana 11-misolga o'tamiz. 11-misolda alfabetda gamma burchaklarni taqqoslaymiz deyapmiz. Bo'ldi. Endi tomonlarni bergan burchaklarni taqqoslashimiz kerak. Eng katta tomon qarshisida nima yotadi bizda? Eng katta burchak yotadi. To'g'rimi? Eng kichigini qarama-qarshisida eng kichik. Ya'ni gamma eng kichik narsa ekan. Gamma qarshisida 8 yotibdi. 8 eng kichkinasi tomonlarning ichida. Keyingisida beta ekan va eng kattasi nima ekan bizda? Alfa. Alfa. Savol yo'q? O'sish tartibida bo'lsa shunaqa bo'ladi, kamayish tartibida bo'lsa teskarisi, ya'ni alfa eng kattasi, tak beta o'rtanchasi va eng kichkinasi gammaga teng bo'ladi. Keyingisi misol uchun 14 ni ko'radigan bo'lsak, 14 aytilyaptiki, x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarini toping deyapti. Bizda nima dedim? X dedim. Nimadan katta bo'lishi kerak? Uchburchak yasalish qoidasi bo'yicha yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni yig'indisi nechiga teng bo'ladi? 8 ga 15 ni qo'shamiz. Ya'ni ikki tomon yig'indisidan kichkina, ayirmasidan 15 dan ayirib 8 ni. 15 dan 8 ayirib tashlsam 7 dan katta. 23 dan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Savol yo'q? Keyingisiga xuddi shunaqa. Mana 19-misolga ahamiyat beramiz. 19-misolda x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarini toping deyapti ekan. Bu yerda nima qilamiz desa, mana buni alohida ishlaymiz, ya'ni x plus 4 nima deymiz? Kichik deymiz. 8 ga 5 ni qo'shamiz. Necha bo'ladi? 13 mi? Ayirmasini hisoblayman. 3 bo'ladi. 8 dan 3 ni 5 ayirib keyingi holatda mana 2x plus 2 ni kichik deyman nechidan? 14 mi? 14. Katta deyman 2. 2 dan молодец. Tak, birinchisini ishlab qo'yadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? Birinchisini ishlaydigan bo'lsam x 4 ayirib tashlaydigan bo'lsam 9 dan -1 ga -1 dan katta bo'lishi kerak. Keyingisida 2 ni ayirib tashlab 2 ga bo'laman. 2 ni ayirib tashlasam 0, 0 ni 2 ga bo'lsam 0 bo'ladi. Tak, keyingisi x bo'ladi. 2 ni ayirib tashlasam 7 bo'ladimi? Shunaqa. Keyingisi ikkalasini birlashgan joyini olamiz. Birinchisida mana -1 dan 9 gacha. -1 dan 9 gacha. Keyingisida 0 dan 7 gacha. Ikkalasini ham birlashgan joyi nechidan nechigacha ekan? Uzr, 6 gacha bo'ladi. Chunki 12 dan 12 ni 2 ga bo'lsam 6 bo'ladi, 7 emas. Ikkalasini ham birlashgan joyi qayer bo'ldi? 0 dan 6 gacha. X tegishli 0 dan 6 gacha bo'ldi. Savol yo'q? Tushundinglar?
Xo'sh. Keyingisi mana. X ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deyapti. Bu yerda ham xuddi shuni qilamiz. Misol uchun, x deymiz, oralig'ini topamiz. Oralig'ini topadigan bo'lsam, nechidan nechagacha bo'ladi? Birinchi mana kichkina uchburchakka nisbatan oladigan bo'lsak, ikkalasining yig'indisi 8. Ayirmasini hisoblaydigan bo'lsak, 2 bo'ladimi? 2. Keyingisida mana x ni katta uchburchakka nisbatan oladigan bo'lsam, qo'shsam necha bo'ladi? 17. 17. 1. Ayirmasini hisoblasam 1 bo'ladi. Ikkalasini ham birlashgan joyi x tegishli nechidan nechagacha bo'ladi? 2 dan 8 8gacha bo'ladimi? 2 dan 8gacha to'ppa-to'g'ri. Tushuntira oldimmi? Keyingisi mana 22-misolga ahamiyat beramiz. 22-misolimizda nima qolsa bo'ladi? X ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari nechiga teng? Maksimum 27 mi? nechiga teng bo'lishi kerak? Ha? 27 mi? Mana qaranglar. Cho'zadigan bo'lsanglar, mana cho'zadigan bo'lsanglar. Mundoq mana. Mundoq keladi, mundoq keladi. Mundoq keladi. Mana eng kattasi hammasini yig'indisi nechiga teng bo'ladi? 27 mi? Plus uchalasini nimasiga teng? Mundoq bo'ladi mana. Yoyilib, mundoqroq bo'lishi mumkin-da, mundoqroq. Mana shundoq bo'lishi mumkin. Shu hammasini yig'indisi uchalasini nimasidan oshib ketishi kerak emas, yig'indisidan, ya'ni x kichkina bo'lishi kerak, 8, 9, 10 ni qo'shadigan bo'lsa 27 mi? Va eng kichik holatda nima bo'lishi mumkin? 8. Mundoq. Bir xullas 0 gacha bo'ladi-da, eng kichkinasi, to'g'rimi? 0 dan nechagacha bo'lishi mumkin? 27 gacha. Tep qolmasa bo'ladi bir-biriga. Tushuntira oldimmi? 0 dan yig'indisigacha bo'ladi. Tushundinglarmi yo tushunmadinglar? 23 ham xuddi shunaqa. Uchalasini yig'indisidan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak va 0 dan katta bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Keyingisi mana. Misol uchun 24 ga ahamiyat beramiz. BD mediana bo'lsa x ni topgin bo'ladi. BD bizda nima ekan? Mediana. Mediana bo'lsa mana 6 ga teng bo'lsa, bu tomoni ham nechiga teng bo'ladi? 6 ga teng bo'ladi bu. X da 6 ekan. Qiyin emasmi? 26 ham xuddi shunaqa. Ikkalasini tenglashtirib olamiz bo'ldi. 27 ga ahamiyat beramiz. 27 da aytayaptiki, F nima ekan? Bizda o'rta chiziq. 30 chiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkalasi teng bo'ladi va bu ikkalasi ham nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. To'g'rimi? Tushundinglar? 30 chiziq qoidasi nima edi bizda? Buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 8 ga teng bo'lishi kerak yokida 8 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam bunga teng bo'lishi kerak. Xullas, asosini yarmiga teng 30 chiziq. Tushundinglarmi? Men bitta qoidasini yozib qo'yganman. Tak, men 3 burchak bo'ladigan bo'lsa, asosi 2x bo'lsa, shuni yarmiga teng nimasi 30 chiziq. Tushuntira oldimmi? 6 bo'lsa 12 ga teng bo'ladi, 8 bo'lsa nechiga teng bo'ladi? 16 ga teng bo'ladi. 16 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x nechiga teng bo'lishi kerak? 11 ga. Savol yo'q? Tushundinglar?
He. 30-chi misol ishlangan ekan. 31-chi misolga ahamiyat beramiz. 31-chi misolga ham yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu nima qilyapti? Teng 2 ga bo'lyapti, to'g'rimi? Teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa, mana bu 30 chizig'i bo'lib qolmaydimi bizada? 6. To'g'rimi? Z nechiga teng bo'ladi shunda? 12 gami? 12 ga teng bo'lsa, x nimaga teng bo'ladi? 16 ga, to'g'rimi? 8 ni 2 baravari. Tak, y teng bo'ladi 18 ga. Endi hammasini qo'shadigan bo'lsak, x plus y plus z ni qo'shgandapti. Bizda mana x plus y plus z imiz teng bo'ladi 16 plus 18 plus 12 ga. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda 46 ga teng bo'ladi. Savol yo'qmi bu misol bo'yicha, 31-chi misol bo'yicha? Tushundinglar? Xo'p, tushungan bo'lsanglar, keyingi misolga o'tamiz. Tak, keyingi. 32 ni ishlasak ham bo'lar ekan, bir xil ekan 33 bilan. 33-chi misolga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, 33 da F, P, D, D, E o'rta chiziqlar, ya'ni perimetr EFD 29 ga teng ekan mana. Mana buni perimetri, misol uchun mana x, y, z deydigan bo'lsam, x plus y plus z ning yig'indisi nechiga teng ekan? 25 ga. Endi bizda x bo'lsa, mana bu tomon nechiga teng bo'ladi? AC 2x ga teng bo'ladimi? Bu yog'i nimaga teng bo'ladi? 2y ga teng bo'ladi. Mana bu 2z ga teng bo'ladi. Endi shuni qiymatini topgin deyapti. Ya'ni 2x plus 2y plus 2z ning qiymati nimaga teng deyapti? Hammasi 2 ni olib chiqib oladigan bo'lsam, x plus y plus nimaga teng bo'ladi? Z ga. Yig'indisi biz 25, 25 ga ko'paytiradigan bo'lsak, nechiga teng bo'ladi? 50 ga. Savol ham bu bo'yicha? Yo'q. Keyingisi. Tak, keyingisi mana 36 ga o'tamiz. 36 da aytyaptiki x teng ekan, x ni topgin deyapti ekan. Bizning ham teng yonli ekan. Teng yonli. Teng yonli uchburchakni asosiga tushgan bisektor esa ham mediani, ham bisektor esa ham nima bo'lib qoladi? Balandlik bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Endi mana x plus 3 teng bo'lishi kerak 2x minus 1 ga. X teng bo'lib qoladi nechiga? 4 ga. Savol yo'q 36 da. Xo'sh, keyingisi. 38 ham xuddi shunaqa teng yonli ekan. 40 ni ishlab beraman. 40 da qaranglar. AE bilan EB bizda nima ekan? Teng. Ya'ni x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari, misol uchun mana bu A ga teng bo'lsa, bu ham nimaga teng ekan? A ga. Nechta bitish qilamiz. Xo'sh, mana x ni kichkina deyman. Nimadan? 10dan. Hm? 10 mi? Yo'q. 8. 10 plus E'dan. Nimadan? 10 plus E'dan. Mhm. 10 plus A'dan kichkina dedik. Va x ni yana nimadan kichkina dedik? 8 plus A'dan, to'g'rimi? Ana shuni umumiy holatda 8 plus A'dan kichkina desam bo'ladimi?
bo'ladi, to'g'rimi? Endi keyingi holatda mana katta deyman nimadan? 8 minus A'dan 10 minus A'dan. Bu bo'yicha muammo yo'q, a? Tak, endi keyingi qiladigan ishimiz katta uchburchakka nisbatan olamiz. Katta uchburchakda mana 2A, 2A. Katta bo'lish kerak nimadan? Kichik bo'lish kerak nimadan? 18 danmi? Katta bo'lish kerak nechidan? 2 dan. 2 ga bo'ladigan bo'lsam, A kichik bo'lish kerak nechidan? 9 dan, katta bo'lish kerak 1 dan. Endi eng kichik qiymati 1 ni oladigan bo'lsam, x qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi? 1 ni oladigan bo'lsam 11 dan nechigacha? 9 gacha bo'ladi. Ya'ni 9 dan 11 gacha bo'ladi. Keyingi holat eng katta qiymati 9 ni oladigan bo'lsam-chi? 9 ni oladigan bo'lsam 19 dan ozgina tushirib oling. Antirodan oladigan bo'lsam. Misol uchun 9 ni oladigan bo'lsam 9 ga 10 ni qo'shsam necha bo'ladi? Hmm? To'qqizni hisoblasam 19 bo'ladimi? 19 dan kichkina x'imiz va katta bo'lishi kerak 1 dan bo'ladimi? Ikkalasini birlashgan joyi 9 dan 11 gacha bo'lar ekan. Birinchisiniki. Keyingisini hisoblaydigan bo'lsak, 1 oladigan bo'lsam, nechiga teng bo'ladi? 1 oladigan bo'lsam, x'imiz 9 dan kichkina, to'g'rimi? 2 oladigan bo'lsam-chi? 1 oladigan bo'lsam o'zi. Bir oladigan bo'lsam 7 dan nima bo'lishi kerak? Katta. To'g'rimi? Keyingi holatda 9 oladigan bo'lsam, A ning o'rniga 17 dan 9 olsam 17 bo'ladi. 9 olsam minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ikkalasini birlashgan joyi nechidan nechigacha bo'ladi? 7 dan 9 gacha. Endi umumiy holatda hammasini birlashgan joyi necha desa, 9 dan katta, 9 dan kichkina bo'lishi kerak. Umumiy birlashgan joyi necha bo'lishi kerak? Birdan 9 gacha bo'ladimi? 1 dan 9 gacha bo'lar. Tushundinglar? X tegishli 1 dan 9 gacha. Tushuntira oldimmi? Agar bu oraliqdan o'tib ketadigan bo'lsa, o'xshama qolar. Xo'sh, tushungan bo'lsanglar, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolchi mana 41-misolda aytayotdiki, x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarini toping deyapti. Qaranglar, buni qanday ishlaymiz desa, mana bu x ga teng, to'g'rimi? Bu x ga teng. Mana bu nima bizda? Mana bizda mediani bor, to'g'rimi? Mediani ham balandlik 90 gradusda mana tushganligi uchun, 90 gradusda tushganligi uchun va teng 2 ga bo'lganligi uchun ham mediani ham bisektrisa
ham balandlik vazifasini bajaradi. Qanday uchburchakda shunday hodisa yuz berishi mumkin desa, teng yonlikda x bo'lsa, mana bu ham x ga teng bo'ladi. O'zimiz to'g'ri chizib o'tdik. Endi x ga bog'lab yozib oladigan bo'lsam, mana x bo'lsa, bu ham x ga tengda. Mana bu 5 bilan 9 ga bog'lab oladigan bo'lsam, x ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari 9 dan 5 ga tashlayman 4, ya'ni 4 dan nima bo'lishi kerak bizda? Katta bo'lishi kerak. Ikkalasini yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak, ya'ni yig'indisi 14 ga teng. Tushuntira oldimmi? Keyingisi mana 42-misolimiz ham xuddi shunaqa. Mana bu bitta to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Ham balandlik, ham mediani bo'lib qolyapti. Bu qanday cho'chaydi desa, teng yonli, ikkalasi teng yonli cho'chay bo'lib qoladi. Endi 8 dan 4 ratlashsam 4 bo'ladi. Katta bo'lishi kerak bundan. Va ikkalasini yig'insa 12, 12 dan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak. Keyingisi 43-misolga ahamiyat beramiz. X ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarini toping. Bitta. Nima qolsa bo'laman. Nima bizda? Balandlikmi? Balandlik tushyapti. Nima qolsa bo'ladi bunga nisbatan? Ichida yotganligi uchun 6 dan katta bo'lishi aniq. 6 dan katta bo'lishi kerak, 10 dan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak. Xuddi shu holatga qo'yib olamiz. 6 dan kichik. Katta x plus 2 miz 10 dan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak. 2 ni aytib tashlaydigan bo'lsam 4x kichkina bo'lishi kerak nimadan? 8. 4 dan katta 8 dan kichik bo'lishi kerak. Bu misolimiz nechimi? Keyingisi ham xuddi shunaqa, ya'ni ovozim eshitilyaptimi? Keyingi mana misol uchun 46-misolga ahamiyat beramiz. 46-misolimizda ham xuddi shu usul bilan ishlasak bo'ladi. X qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar. Bu yerda ham 3x minus 4 katta bo'lishi kerak x plus 2 dan
Da kichkina bo'lishi kerak. 11 dan alohida hisoblab oladigan bo'lsam, 3x minus 4 kichkina 11 dan deymiz. Shunda x kichkina bo'lishi kerak 5 dan. Keyingi holatda x plus 2 kichkina 3x minus 4 dan. Buni ham hisoblaydigan bo'lsak, 2x katta 6 dan ximiz katta bo'lishi kerak 3 dan. 3 dan katta, 5 dan kichkina ekanda. Mana x tegishli 3 dan nechigacha bo'ladi? 5 gacha bo'ladi. Savol yo'q bu misol bo'yicha. 46-misol bo'yicha. Keyingisi 48-misolga ahamiyat beramiz. A, B, D ni perimetri bizda 20 ga teng ekan. Ya'ni A, B, C, D, F deydigan bo'lsak, A, B, D bizda A plus B plus C. Shuni qiymati nechaga teng ekan? 20 ga teng ekan. B, D, C. B, D, C. Ya'ni B plus D plus F teng ekan nechaga? 24 ga. Tak, B de 6 ga teng bo'lsa, B de degani B teng 6 ga teng bo'lsa, A, B, C ni topganda. Shunda mana A bilan B nechaga teng bo'ladi? A plus B, A plus B deb A plus C teng bo'ladi 14 ga. Tak, D plus F imiz teng bo'ladi 24 dan 6 ni olib tashlashgan bo'lsa 18 bo'ladi. Endi yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni perimetr A, B, C bizda hammasini yig'indisi bo'ladi. 14 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsak, 32 ga teng bo'ladi. Ya'ni perimetri nechaga teng ekan? 32 ga teng ekan. Savol yo'q-a? Bu misol bo'yicha. Xo'sh, tushungan bo'lsanglar. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda 50-misol. 50-misolimizda A, B, D ning perimetri, ya'ni A so'chmam x miz plus x bor ekan. A, bu ham A, bu B, buni C deydigan bo'lsak, A, B, D. Ya'ni uchburchakimizning perimetri. Shunda bizda quyidagicha bo'ladi, ya'ni A plus B plus 2x plus C ning qiymati 40 ga teng ekan. B, D, C, ya'ni A plus B plus C ning yig'indisi 30 ga teng ekan. Teng bo'lsa necha nimani topganda x ni topganda 2x plus 30 teng ekan 40 ga. X teng bo'ladi nechaga? 5 ga. Tushuntira oldimmi? Keyingisi mana 52 ni ishlaymiz. 52 da aytilyaptiki, x ning nechta natural qiymatida uzunliklari 8, 12 va x bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin. X teng deymiz. Ikkalasining yig'indisi necha? 20 dan kichik bo'lishi kerak. Hisoblaydigan bo'lsak, 12 dan 8 yapsam 4 bo'ladi. Shunda 5 dan nechagacha? 5, 6 va hokazo 19 gacha. Shunda bizda 19 dan yartashayman 4, 15 ta qiymatida uchburchak yasash mumkin ekan 52 da. Tushundinglar? Keyingisi 54.
Uzunliklari 5, 9, 13, 17 va 21 ga teng bo'lgan kesmalardan nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin? Tak, uchburchak yasalish qoidasi nima edi bizda? Ikki tomon yig'indisi uchinchisidan katta bo'lishi kerak. To'g'rimi? Birinchisi mana 5, 9, 13 yazsam bo'ladimi? Bo'ladi, to'g'rimi? Bu birinchisi. Keyingisi 5, 9, 17 yoza olmayman. Keyingisi 9, 13, 17 yoza olaman, to'g'rimi? Keyingisi 9, 13 yoza olmayman. 9, 13, 21 yoza olmayman. To'g'rimi? Keyingisi 9, 9 etdik. Endi 13 ko'taramiz. 13, 17, 21 yoza olmayman. Keyingisi 5, 17, 21 ham yoza olmayman. Keyingisi 5, 13, 17 yasadikmi? 5, 9, 5, 13, 17. 13, 17. 5, 13, 21 yoza olmaymiz. Keyingisi 9, 9, 13, 17 yasadik. 9, 17, yo'q, 9, 7, 21. 9, 17, 21. Tak, 9, 17, 21 yasadik. 9, 13, 21 yasadik. Va 9 tugadi ekan. Keyingisi 13, 17, 21. 13, 17, 21. Bo'ldi, 7 ta ekan. Umumiy holatda nechta ekan bizda? 7 ta nima yasashim mumkin ekan? Uchburchak yasashim mumkin ekan. Savol yo'q-a bu misol bo'yicha? Birontlar? Yo'q. Keyingisi 56 da A ning qanday qiymatlarida uzunliklar 10 + A, 20 - 2 A, 3A + 1 ga bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni 20 - 2A kichik bo'lishi kerak. Nimadan? Ikki tomon yig'indisi. Ya'ni ikki tomon yig'indisi bizda nimaga teng? Mana 3A + 1 + 10 + A. Va ayirmasidan nima bo'lishi kerak? 3A + 1 - 10 - A dan katta bo'lishi kerak 20 - 2A. Tak, hisoblaydigan bo'lsak, birinchi holatda 5A xullas. Birinchisini ishlaydigan bo'lsak, alani hisoblab olamiz. Hali 5, 4A, 6A bo'ladi. 6A 11 bo'lsa 9 bo'ladimi? Tak, tomonga o'tsam, katta 9 dan 3 ga bo'ladigan bo'lsam, 1,5 dan katta bo'lishi kerakmi? Katta bo'lishi kerak 1,5 dan. Keyingi holatda bularni hisoblaydi 2, 4A bo'ladimi? 4A. Tak, 30, 31 bo'ladi. Yo'q, 30 emas. 30, tak, 29. 29 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 7,25 bo'ladi.
A kichkina bo'lishi kerak. 7,25 dan. 1,5 dan katta 7,25 dan. Kichkina bo'lishi kerak ekan-da. A tegishli. 7,5 dan katta. 7,25 dan nima? Kichkina bo'lishi kerak. Savol ham bu misol bo'yicha 56 bo'ldimmi? Okey. Keyingisi mana. Uchburchakning eng katta tomon uzunligi qolgan tomonlari uzunliklaridan 6 va 3 ga katta. Uchburchak eng kichik tomon uzunligini qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichik butun qiymatini toping. Uchburchakning eng katta tomon uzunligi, ya'ni A tomonlar uzunliklari 6 va 3 ga qolgan tomonlar uzunliklaridan qolgan misol uchun bu A bo'ladigan bo'lsa, qolgan tomonlari uzunliklaridan A minus 6. Keyingisi nima bo'ladi? A minus 3. 3 ga katta. Uchburchak eng kichik tomonining uzunligini qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichik butun qiymatini toping. Eng kichigi A minus 6 bo'ladi va bu ham teng bo'ladi. Nechiga? To'g'ri bo'lsa, keyingisi 600. Xullas, buni ishlaymiz. Bizda mana A kichkina bo'lishi kerak. Ikkalasining yig'indisi nimaga teng? 2A. Minus nimaga? Minus 9, to'g'rimi? Keyingi holat ikkalasini ayirmasi. Ya'ni A minus 3 dan buni ayirib tashlaydigan bo'lsam 3 dan katta bo'lishi kerak. 3 dan katta bo'lishi kerak. Eng kichik bitta sonimiz 3 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, to'g'ri bo'lishi mumkin ekanda. 3 dan katta bo'lsa teng bo'lishi mumkin 4 ga. 3 dan katta degan shart bor ekan. Deb chiqdi. Savol ham bu misol bo'yicha. Tushundinglar? Xo'sh. Keyingisi mana. Uchburchakning perimetri 72 ga teng. Ya'ni mana P teng bo'lyapti nechiga? 72 ga. Uchburchakning eng katta tomon uzunligi qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin? Eng katta tomon. Eng katta tomoni yarmidan nima bo'lishi kerak bizda? Katta bo'lishi aniq, ya'ni 36 dan nima bo'lishi kerak? 36 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni yarmidan kichkina bo'ladigan bo'lsagina nima bo'lishi kerak? 36 dan kichkina, ya'ni 0 dan 36 gacha bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki 36 dan katta bo'ldimi, o'sha nima bo'ladi? U teng yarmidan ham o'tib ketadi. Ya'ni 36 dan 36 bo'ladigan bo'lsa, mana ikkitani bo'lib qoladi-da. Ustma-ust tushib qoladi mana. Bitta to'g'ri chiziqda tutashmasligi kerak uchburchak. 3 ta nuqtasi. Bu yerda nima bo'lib qoladi? Bitta to'g'ri chiziqda bo'lib qoladi. Tushundinglar? Ya'ni yarmidan katta bo'lishi, kichkina bo'lishi aniq. 60 ta. Shunda bizda 36 dan kichik bo'lishi kerak. Ayimiz. Ayirmasi bo'lsa
36 dan eng kattasiga nisbatan oladigan bo'lsak, juda katta bo'lishi kerak. Bitta qismga beraman. 70 kuni 3 ga bo'lsam necha bo'ladi? 3 ga bo'lsam 24 bo'lishi kerak. 24 dan nima bo'lishi kerak? Bu eng katta bo'lganligi uchun 24 dan katta bo'lishi. Bo'lmasa, nima bo'lib qoladi bizda? 90 dan katta bo'lishi kerak-da. Shunda eng katta tomon bo'ladi. 90 dan katta bo'lsa, teng 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100% nima bo'ladi bizda? Eng kattaga ega bo'ladi. 3 ga bo'ladigan bo'lsa 24 dan katta ayimiz va 36 dan kichkina bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Keyingisi ham xuddi shuni. Uchburchak perimetri 60 ga teng bo'lsa, 60 ni 2 ga bo'lamiz 30. 30 dan kichkina bo'lishi kerak. 30 dan kichkina bo'lishi kerak. 20 dan nima bo'lishi kerak? Eng katta tomon uzunliklari qanday? 3 ga bo'lamiz. 60 ni 3 ga bo'lsa 20 bo'ladi. 20 dan 30 gacha bo'ladi qiymati. Tushundinglar? Mana 20 dan nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Keyingisi 62-misolga ahamiyat beramiz. Uchburchakning tomonlari uzunliklari arifmetik progressiyani tashkil qilib, eng kichik tomoni uzunligi 10 ga teng. Uchburchakning perimetri qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta butun sonni toping deyapti. Nimani tashkil qiladi deyapti bizda? Mana ishlab bera qolay, tayyor bor ekan. Arifmetik progressiya. Misol uchun men A1, A2 va A3 bo'ladigan bo'lsa, bizdan eng katta tomon uzunligi 20 ga teng ekan. A3 teng nechiga? 20 ga. Endi shu A3 ga nisbatan oladigan bo'lsa, ya'ni A3 kichkina bo'ladi A1 plus A2 ga. Keyingisi mana. A1 perimetr qanday alomatlar qabul qilishi mumkin? Perimetri eng katta. O'zi eng katta tomoni 20 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ikkita yon tomoni ham eng katta qiymatga ega bo'ladigan bo'lsa, nechiga teng bo'ladi? 2 baravariga teng bo'ladimi? Eng katta bo'ladigan bo'lsa, eng katta tomoni uzunligi 20 ga teng. O'zi eng katta tomonni oralig'i nechiga teng deydi? Eng katta tomonni oralig'i shuni 3 ga bo'lganimmi, ya'ni mana shu umumiy perimetrini 2 ga 3 ga bo'lganim dan katta va nechiga bo'lganim edi? 2 ga bo'lganimdan katta bo'lishi kerak. Endi men 3 ko'paytiradigan bo'lsam, 60 dan kichkina. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 20 dan kichkina. Nechadan katta bo'lishi kerak? 40. Dan kichkina bo'lishi kerak. Plus 40 dan 60 gacha bo'ladi perimetr. Bilmadim. Nima chiqyapti biz shunda mana. O'ylayapman, kerak narsa ekan, yozishimiz ham shart emas.
Osongina kelib chiqyapti bizda. Shuni mana perimetr 40 dan katta bo'lishi kerak, 60 dan kichkina bo'lishi kerak bo'ldi. Tushundinglar? Perimetr tegishli 40 dan 60 gacha. Savol yo'q? Men bu yerda ham mana xuddi shunaqa 10 ga tengmi uzunligi? Uchburchakning tomonlari uzunliklari aritmetik progressiyani tashkil qilib, eng kichik tomoni uzunligi 10 ga teng ekan. Uchburchakning perimetri qabul qilishi mumkin bo'lgan butun qiymatini toping debdi. Arifmetik progressiyani tashkil qilar. Misol uchun bitta tomoni 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, keyingisi mana 10 plus n ga teng, to'g'rimi? Keyingisi 10 plus yana n ni qo'shadigan bo'lsam, 2n ga teng bo'ladimi? Buni hisoblaydigan bo'lsak, uchburchak perimetri qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta butun qiymatini toping desa, butun qiymati uchalasini qo'shadigan bo'lsam 30. O'zi mana birinchi oralig'ini ko'raylik. Mana 10 10imiz kichkina bo'lishi kerak. Yoki mana n orqa mayli 10 kichik bo'lishi kerak. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 20 plus 3n dan va ikkalasini ayirmasi 2n dan n kichik bo'lishi kerak 10 dan. Bitta tomonga yig'adigan bo'lsam, n ni qiymati maksimum va minimum qiymati n ni qiymati 10 dan kichkina bo'lsa, hisoblaydigan bo'lsak, bitta minus qiymati n plus 3n katta minus 10 dan n kichkina minus 10 taqsim 3 dan. 10 taqsim 3 dan nima bo'lishi kerak ekan? Minus 10 taqsim 3 dan katta bo'lishi kerak ekan va 10 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Uchburchakning perimetri qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta butun qiymati. Eng katta butun qiymat bo'lish uchun n'imiz nima bo'lishi kerak? 10 dan kichkina. Butun qiymati deganligi uchun 10 dan kichkina. Eng kichik qiymat nechiga teng? 9 mi? 9 ni qo'ysam. Birinchi nima qilamiz? N o'rniga 10 qo'yib yuboramiz. 10 qo'yadigan bo'lsam, 10 plus 20 bo'ladimi? Keyingisi 30 bo'ladi. Hammasini qo'shadigan bo'lsam 60 bo'ladi. Va 60 ga teng bo'lishi kerak. 60 dan kichkina eng kichik qiymati 59 ga teng ekanda. Perimetr maksimum teng bo'ladi. Perimetr maksimum teng bo'ladi 60 ga emas 59 ga. Ya'ni natural qiymati zoti 60 dan kichkina bo'lishi kerak hozir. 60 dan kichkina bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Keyingisi mana 65-misolga ahamiyat beramiz. 65 da ABC to'rtburchakda AC va BD teng 32 ga ekan. Birinchi to'rtburchak chizib olamiz. Deylik buni A, buni C, buni D deylik. AC bilan BD, ya'ni diagonallari
bizda 32 ga teng ekan. M, N, K, L nuqtalar mos ravishda AB, AB, B, S, SD va DA tomonlari o'rtalari bo'lsa, ya'ni o'rtasi, 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 o'rtasi o'rtalar bo'lsa M, N, K, L to'rtburchak perimetrini topgin debdi. Mana nimasini topgin debdi degan, bizda perimetrini topgin debdi degan. Ham buni ishlasak bo'ladi. Buni nima qilsak bo'ladi bu yerda? Biladiganlar bormi? Yozman. Tomonlarini misol uchun x taqsim 2 bo'ldi. Bu ham x taqsim 2 bo'ldi. Ham tomonlari ham teng 2 bo'ladimi? X taqsim 2 bo'ladi. Bu ham x taqsim 2 bo'ladimi? Mana bu y taqsim 2 bo'lsa, mana bu ham y taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Bizda umumiy holatda x plus y ni qiymati nimaga teng? Teng 2 ga bo'lyapti-ku mana. Teng 2 ga bo'lyapti. X plus y nechiga teng ekan? 32 ga teng, to'g'rimi? Bo'lsa ham burchak perimetrini topgin debdi. Shuni olib o'tib qo'yadigan bo'lsam, AC bilan ikkalasini yig'indisi teng bo'ladimi? Bo'ldi. 32 ga teng bo'lsa, bu ham 32 ga teng ekanda. Ham ikkalasi teng nima? Bu bilan misol uchun mana bu teng 2 ga bo'lyapti mana. Ha, bo'lsa tak, bu bilan hozir mana bu ma'lum emas bizda. Mana bu bilan bu ikkalasi bizda teng bo'lyapti. Tushunarli? Tak, mana bu bilan bu teng bo'lyapti. Tushunarli? Chunki bir xil mana ikkalasini olib tutashtiradigan bo'lsam, bunaqasiga ham olib tutashtiradigan bo'lsam, ikkalasi bir xil diagonal bo'lib qoladi. Tushundinglar qayerdan kelganini? Chunki mana bu to'g'ri burchakli bo'lganligi uchun ikkalasi bitta nuqtada kesishadi. To'g'ri burchakli bo'lmasa ham farqi yo'q. Bir xil bo'lib qoladi. To'g'ri burchak bo'lsa bo'ldi. Keyingisida ham 66 da ham xuddi shunaqa.
ABCD quyidagicha bo'ladigan bo'lsa, asli bu ham xuddi shunaqa ekan. AC plus BD ni topganda otdi. Bu ham nechaga teng bo'ladi? 48 ga teng bo'ladi. Savol yo'q bu bo'yicha? Oltmish to'rt qolib ketdimi? 64 ham ishlab beraman. Qaranglar. Bu yerda 64 da aytilyaptiki, ABC uchburchak perimetri nechaga teng ekan? Tushunibdi. Perimetri 48 ga 40 ga perimetr teng 40 ga. Uning tomonlari o'rtalari mana. O'rtalarni tutashtiradigan misol uchun mana A1 B1 C1. Qarang, mana shu ichidagi perimetri nimaga teng edi bizda? Shuni yarmiga mana P2 deydigan bo'lsa 20 ga teng bo'ladi. Keyingisi P3 yana tutashtiradigan bo'lsa, mana o'rtalarni tutashtiradigan bo'lsa, bu P3. P3 ni perimetrining yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni tomon perimetrining yarmiga teng bo'ladi. Hammasini yig'indisini topganda otdi. Yig'indisini topadigan bo'lsam, nechaga teng bo'ladi? 70 ga. Savol yo'q? Ya'ni hammasini perimetr yig'indisini topganda otdi. Tushuntira oldimmi? Iqtidorli o'quvchilar uchun misollarni ham ishlashga davom etamiz. Perimetri 20 ga teng bo'lgan, perimetri 20 ga va tomonlari uzunligi natural son bo'lgan nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin deyapti. Buni qanday ishlaymiz desa, birinchi misol uchun mana uchburchak deylik. Uchburchak bo'ladigan bo'lsa va shuni eng katta tomonini yoki bo'lmasa perimetri ABC ga teng, 20 ga teng. A plus B plus C teng ekan 20 ga. Va buni eng katta tomonini deylik A ga, B ga va C ga. Eng katta tomonni A deb tasavvur qiladigan bo'lsak, necha bo'lishi mumkin? Maksimum 10 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni 10 dan kichkina bo'lishi kerak va shundan foydalanib natural son bo'lganligi uchun birinchi nechaga teng deymiz? Misol uchun 9 ga teng deymiz. 9 ga teng deydigan bo'lsak, turli bo'lganligi uchun qolgan ikki tomon yig'indisi necha bo'lishi mumkin? 20 bo'lish uchun 2 bilan deylik 9 bo'la olmaydi, chunki ikkalasi 9 bo'lib qoldi, bu bo'lmaydi. 3 bilan necha bo'lishi mumkin? 3 bilan 8 bo'lishi mumkin. Keyingisi 4 bilan 7 bo'lishi mumkin va keyingisi 5 bilan 6 bo'lishi mumkin. 9 ga teng bo'ladi. Tushunarli, 3 ta bo'ldi. Keyingisi eng katta tomoni necha deylik? 8 deylik. 8 bo'ladigan bo'lsa nimaga teng bo'lishi mumkin? 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa 12 ga teng bo'ladi. 6 bilan 6 ola olmayman. 7 bilan 5 olish mumkinmi? 7 5 yozmadimmi? Yozmabman. 8 oladigan bo'lsak 6 bo'ldi. Boshqa holat bo'lishi mumkin emas ekan. Endi keyingi holati 7 oladigan bo'lsam necha bo'lishi mumkin? 13 bo'lishi kerakmi? 13 bo'ladigan bo'lsa 7 bilan 6 bo'lishi mumkin. Bizda ikkita bir xil 7 bo'lishi mumkin emas. 7 13 bo'lish uchun
6, 5. Xullas bo'lishi mumkin emas. Necha xil bo'lishi mumkin ekan shunda? 4 xil bo'lishi mumkin ekan. Endi buni qanday isbotlab chiqarsak bo'ladi deydigan bo'lsak, bizda eng katta tomoni a deydigan bo'lsam, a nechidan kichkina bo'lishi aniq uchburchak yasalish qoidasi bo'yicha 10 dan kichkina bo'lishi kerak. To'g'rimi? Tak, nechidan katta bo'lishi kerak? Eng katta tomoni bo'ladigan bo'lsa deydigan bo'lsak, perimetrni 3 ga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni o'rta arifmetikiga teng bo'ladi. Ya'ni o'rta arifmetikida nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Shunda perimetri 20 ga teng. 20 taqsim 3 dan nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Eng katta tomoniga nisbat oladigan bo'lsak. Xullas bizda javobi 4 xil bo'ladi. Eng katta tomonni quyi bilan yuqori chegarasini aniqlaydigan bo'lsak, 20 taqsim 3 dan 10 gacha bo'ladi. Tak, xuddi shu qoida bo'yicha keyingi misolni ishlashga harakat qilib ko'ramiz. 68 ni ishlaydigan bo'lsak, eng katta tomonni misol uchun a deydigan bo'lsam, 30 ni 2 ga bo'lsam 15, ya'ni 15 dan kichkina bo'lishi kerak va katta bo'lishi kerak nechidan? 10 dan. Shunda birinchi holatda, tak, 10 dan katta bo'ladigan bo'lsa 10 deylik. 10 desak nima bo'ladi? Tomonlar uzunligi natural son bo'lgan, nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin? Tak, birinchi mana 10 deylik. 10 deydigan bo'lsam, 10 emas, 11 uzr. 10 dan katta bo'lishi kerak. 11 bo'ladigan bo'lsa, qolgan ikkitasini yig'indisi necha bo'lishi kerak? 19 bo'lishi kerak, ya'ni 9 bilan 10 deylik. Keyingisida 11 oladigan bo'lsam, 8 bilan 11 bo'lishi mumkin emas, ya'ni ikkita 11 bo'lib qoldi. Taki 7 bilan 12 olsam. Keyingi holatda 11 6 13 13 bo'la olmaydi, chunki eng katta tomonni 11 ga teng dedik. Bu ham bo'lmaydi o'zi aslida. Xo'p, keyingisi 12 deb oladigan bo'lsam, eng katta tomonni qolgan ikkitasini yig'indisi necha bo'lishi kerak? Qolgan ikkitasini yig'indisi tak 30 bo'lishi uchun 18 bo'lishi kerak. 18 bo'lsa 8 bilan 10 deylik. Keyingisida 9 bilan 9 ola olmaymiz. 7 bilan 11 olamiz. Tak, keyingisida 6 bilan уже 6 oladigan bo'lsa 12 bo'lib qoldi, bo'lmaydi bu. Keyingisida 13 olamiz. 13 ni oladigan bo'lsam, ya'ni eng katta tomoni 13 ga teng deydigan bo'lsam, qolgan ikkitasini yig'indisi 17 bo'lishi kerak. Misol uchun 10 bilan 7 deylik. 13 deymiz. Keyingisi tak 11 bilan 6 deymiz. Keyingisi 13 deydigan bo'lsam 12 bilan 5 deymiz. Mana shunda tepaga chiqazib turadigan bo'lsam. Tak, keyingisi 13 bilan 12. Tak, 13 bo'ladigan bo'lsa, keyingisi necha bo'ladi? Tak, 13. Tak, 13 ola olmayman. 14 ham ola olmayman. Tak, pastga tushamiz. 19 17 bo'lish uchun tak 8 bo'lish kerak. 13 8 tak 9 yozdik. Tak, keyingisi 13 7. 7 10 bo'lib ketar ekan, takrorlanib ketar ekan. Xo'p, keyingisi eng quyi chegarasini olib bo'ldik. Keyingisi 14 oladigan bo'lsam,
Tak, nechi bo'lishi kerak? 16 bo'lishi kerakmi? 16 bo'lsa 8 bilan 8 bo'lmaydi. 9 bilan 7, 14. Tak, 14. 14, 8. 8 bo'lmaydi. 16 bo'lishi mumkin. 14, 11. Tak, keyingisi. 14, 11. Tak, keyingisi necha bo'ladi? 5 bo'lishi kerakmi? Keyingisi 14. Tak. 12. 4 bo'lishi kerak. Tak, keyingisi 14. 13. 3 bo'lishi kerak. Keyingisi 14. Tak, 14 bo'la olmaydi. Pastga qaytamiz. 9 bo'ladigan bo'lsa 8. 14, 8. Tak, 8 bo'la olmaydi. 14, 7. 7, 9 bo'lishi kerakmi? Yani takrorlanib ketaverar ekan. Yani mana shuni o'zi bo'lar ekan, sanab chiqadigan bo'lsak, nechta bo'ladi? Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya'ni 12 ta uchburchak yasashimiz mumkin ekan. Keyingisi 69 ga ahamiyat beramiz. 69 da perimetri 40 va tomonlari uzunligi natural son bo'lgan nechta teng yonli? Endi bu nima bo'lishi kerak ekan? Teng yonli. Teng yonlikni bizda nima edi? Ikkita yon tomoni teng bo'lishi kerak va perimetri 40 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, buni ham yozib chiqadigan bo'lsak, quyi chegarasi bilan engasi tomoniga nisbatan olamiz. Engasi tomoni misol uchun A deydigan bo'lsak, bu yerda ham quyi chegarasi bizda 3 ga bo'ladigan bo'lsa 40 taqsim 3, yuqori chegarasi 2 ga bo'ladigan bo'lsa 20 bo'lishi kerak. 20 dan bitta kichkina oladigan bo'lsam, tak, 19, 19 2 bo'lishi mumkin. 2 bo'lishi mumkin. Tak. Mana shu yerdan yozib boshlaymiz. Keyingisi 18. Tak, 18 necha bo'lishi mumkin? Keyingisi 18, 18, 36, to'g'ri bo'lishi mumkin. Keyingisi 17, 17. Tak. 17, 17, 34, 6 bo'lishi mumkin. Tak, keyingisi 16, 16, 8 bo'lishi mumkin. 17, 17. 17 ni yozdimmi? 15, 15, 10 bo'lishi mumkin. Keyingisi 14, 14. Tak, keyingisi 14, 14 bo'ladigan bo'lsa, 12 bo'ladimi keyingisi? 12 ga teng bo'lishi mumkin. Xo'sh, 13 bo'la olmaydi, chunki 40 taqsim 3 dan nima bo'lishi kerak bizda? Katta bo'lishi kerak. 13, 13 bo'ladigan bo'lsa, u keyingisi katta bo'lib Tak, keyingisi bir xilliklari ham bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bir xil bo'lmaydi. Mana 18 da bo'lishi mumkin ekan. Mana 18, 18 bo'ladigan bo'lsa, 11, 11 bo'la oladi. Ikki tomoni 11, 11 bo'la oladi mana. 11, 11 bo'la oladi. Tak, keyingisi ikkalasida bo'lmaydi. Chunki yig'indisi bizda mana 16.
Tak, 24 bo'ladi. Mana ikkalasini qo'shadigan bo'lsam va 2 ga bo'ladigan bo'lsam 12 bo'lar ekan. 12, tak, 12. Tak, keyingisi 15, 10, 25 bo'lolmaydi. Mana 26, 13, 13 bo'lar ekan. 14, 13, 13. 13. Hisoblaydigan bo'lsak 9 ta 9 ta qiymatni qabul qila oladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 9 xil qiymat qabul qila oladi. Keyingi 70-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, 70-misolimizda aytilyaptiki, misol uchun mana 3 burchak bo'lsin. Va bu yerda misol uchun mana tomon A, B va C bo'lsin. Bu yerda eng katta tomon, eng katta burchagi, eng katta burchagi C ekan. Demak, eng katta tomoni nima bo'ladi? Ham AB bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu eng katta maksimum. Tak, AC 15 ga teng ekan, ya'ni bundan kichkinasi tomonlarini oladigan bo'lsak, mana bu eng kattasi. Eng kichkinasi, tak, mana A tomonining qarama-qarshisidagi bu minimum tomoni. Tak, mana bu o'rtanchasi. Bizga aytilyaptiki, AC 15 ga teng. Demak, o'rtanchasi nimaga teng ekan? 15 ga teng ekan. 15. Bizda perimetrlar aniq, ya'ni perimetrlari minimum bo'ladigan bo'lsa, perimetrlari aniq bo'ladigan bo'lsa, A va BC tomonlari uzunliklari qanday qiymat qabul qilishi mumkin deyapti. Biz bilamizki, tak, maksimum qiymatiga nisbatan oladigan bo'lsak, maksimum 50 ni yarmi, demak, maksimum qiymat 25 ga teng bo'lishi mumkin, ya'ni bizda AB tomonining maksimum qiymat qabul qila olishi, misol uchun buni C tomon deydigan bo'lsak, maksimum necha qiymat qabul qilishi mumkin? 25 degan qiymat qabul qilishi mumkin. Va minimum qiymati nima bo'ladi deydigan bo'lsak, bu minimum qiymat qabul qilish uchun bu ikkalasi maksimum qiymatga erishishi kerak. Mana bu eng kichkina bo'lganligi uchun, tak, buni minimum qiymat, maksimum qiymati necha bo'lishi mumkin? Misol uchun buni A deylik. Buning maksimum qiymati 15 dan kichkina bo'lganligi uchun 15 dan kichkina bo'lganligi uchun necha degan qiymat qabul qila oladi? 15. Demak, 15 dan kichkina. 15 dan kichkina bo'lishi kerak. Endi bu maksimum qiymatga erishadigan bo'lsa, ya'ni maksimum qiymat 15, buniki ham maksimum qiymat 15. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam necha bo'ladi? 30 bo'ladi. Perimetr bizda 50 ga teng. 50 dan 30 ni aytishadigan bo'lsa 20, ya'ni buning minimum qiymati nechaga teng ekan? 20 dan 25 gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni eng katta tomonining oralig'i, ya'ni AB ning oralig'i 20 dan 25 gacha bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Endi A ning maksimum qiymati 15 ligini topib oldik. Endi buni minimum qiymatga erish uchun mana ikkalasi maksimum qiymati bo'lishi kerak. Maksimum qiymati buniki 25, buniki 15. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 40 bo'ladi. 50 dan 40 ni aytishadigan bo'lsam necha bo'lishi mumkin? 10. Tushuntira oldimmi? Demak, AB ning oralig'i necha bo'lishi mumkin ekan? 20 dan 25 gacha. Tak, BC ning oralig'i 10 dan 15 gacha bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Tak, keyingisi 71-misolga ahamiyat beramiz. 71-misolimizda ham ABC uchburchakning, bu yerda ham kattaroq chizib olaman. Kattaroq chizib olaman. Ya'ni ABC uchalasini yig'indisi 86.
Misol uchun mana bu A, B, C bo'ladigan bo'lsa, tak qaysi tomon bizda? C ning qarama-qarshisi bu maksimum. Tak A ning qarama-qarshisi minimum. Tak mana bu o'rtacha. O'rtanchi tomon. Demak bizda AC 27 ga teng, mana bu 27 ga teng. Endi men maksimum qiymatini topa olamiz. Maksimum qiymati 86 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, nechaga teng bizda? Misol uchun buni C tomon deylik. C tomonning 86 ni 2 ga bo'lamiz. 86 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 43. Demak 43 dan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. 43 dan kichik. Endi buni quyi chegarasini topa olish uchun mana ikkalasi maksimum bo'lishi kerak. Mana minimum bo'lganligi uchun 27 dan nima bo'lishi kerak? 27 dan kichik bo'lishi kerak. 27 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak maksimum qiymati anunga teng-ku. 27 ga teng-ku. 27 ga 27 54. Tak 86 dan 54 aytib bersam 86 minus 54 teng bo'lar ekan 32. Demak 32 dan nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Maksimum qiymatini oralig'i shunaqa bo'ladi. Demak 32 dan 43 gacha. Xo'p, keyingisi. Buni minimum qiymatini topish uchun mana ikkalasi maksimum qiymatiga erishish kerak. Maksimum qiymati 43. Buni ko'zi 27, ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, tak 30 40 70 16 ga teng bo'lar ekan. 16. 16 dan 27 gacha degan qiymatimiz kelib chiqadi. Demak, qiymatlarni yozib oladigan bo'lsam, ya'ni javobini yozadigan bo'lsam, AB ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymati 32 dan 43 gacha va BC ning qabul qilishi mumkin bo'ladigan qiymati 16 dan 27 gacha. Xo'sh. Keyingisi. A ning qanday qiymatlarida uzunliklari logaritmga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin? Xo'p, uchburchak yasalish qoidasi bizda nima edi? Ikki tomon yig'indisi uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Misol uchun, logaritm 2 asos ko'ra a plus 2 deyman. Va bu kichik bo'lishi kerak. Logaritm 2 asos ko'ra a plus 1 qo'shuv logaritm 2 asos ko'ra 2a plus 2. Tak ayirmasidan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Misol uchun logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 2 asosga ko'ra 2a plus 2 minus logaritm 2 asosga ko'ra a plus 1. Shundan nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Endi buni hisoblab qo'yadigan bo'lsam, minus bo'lsa nima qilardik? Bo'lib o'tdik, to'g'rimi? Bo'ladigan bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra tak bizda nimaga teng bo'ladi? Xo'sh. Ham ikkilanchi chiqarib oladigan bo'lsam, 2 ni o'ziga teng bo'ladi. Demak, katta. Tak keyingisi. Logaritm 2 asosga ko'ra a plus 2 katta bo'lishi kerak. Ikkalasini endi ko'paytiradigan bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra 2 ko'paytiruv a plus 1 ning kvadrati. Xo'sh. Endi bularni alohida ishlab olaman. Men 1 ga teng. Demak,
birdan logaritm 2 asos ko'ra a plus 2 katta bo'lishi kerak birdan. Shuni bu logaritm a plus 2 bizda katta bo'lishi kerak. Boshqa yozib olaylik. Logaritm 2 asos ko'ra a plus 2 katta bo'lishi kerak. Logaritm 2 asos ko'ra 2. Bularga vaqtli degan bo'lsam a plus 2 katta bo'lishi kerak 2 dan. A katta bo'lishi kerak nimadan? 0 dan. Demak, a 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu bo'yicha muammo yo'q. Keyingisi ikkinchi holatni ham olamiz va birlashtirib qo'yamiz. Xo'sh. Ikkalasi a plus 2 mida? A plus 2 qo'shuv deymiz. Asoslarni tashlab ketsam bo'larmikan? Kichik bo'lishi kerak. Ikkita a kvadrat plus 2 a plus 1 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak 2a kvadrat plus 4a plus 2 va bu katta bo'lishi kerak a plus 2 dan. Hisoblaydigan bo'lsam 2a kvadrat plus 3a ham 2liga vaqtlaymiz. Katta bo'lishi kerak 0 dan. Ani chiqazib oladigan bo'lsam 2a plus 3 katta bo'lishi kerak 0 dan. Va bu 0 qiladigan joyi bizda 0 bilan 0 emas, minus joyi bor ekanki, minus 3 da minus 1,5 dan 0 gacha oralig'ini chizib oladigan bo'lsam 100 qo'yadigan bo'lsak plus minus plus bizda 0 dan katta joy mana. Va biza 0 dan katta joyini olishimiz kerak. Shunda 72 ni javobi mana. Pastdan 0 dan katta joyini olishimiz kerak. Ikkalasini birlashgan joyi mana. Demak, a tegishli 0 dan cheksizlikkacha degan yechim kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, 73-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, 73-misolimizda aning qanday qiymatlarida uzunliklari quyidagi ga teng bo'lgan kesmalar uchburchak yasash mumkin deyapti. Bu yerda nima qolamiz? Bu yerda ham o'zi qaranglar. Bu qiymatimiz va bu qiymatimizga ahamiyat beramiz. A plus 1imiz, bu yerda eng kichkinasi A plus 1 bo'lganligi uchun A plus 1imiz katta bo'lishi kerak nimadan? 1 dan. Chunki 0-1 oraliqda bo'ladigan bo'lsa manfiy bo'lib qoladi. Shuning uchun 1 dan nima deymiz? Katta bo'lishi kerak deymiz. Agar 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 0-1 oraliqda bo'ladigan bo'lsa, manfiy bo'lib qoladi. Bizda bilamizki, masofalar manfiy bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, shunda a nima bo'lishi kerak? 0 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni faqatgina 0 dan katta bo'lgan oraliqni olamiz. Endi mana ikkalasini yig'indisi, ya'ni logaritm 2 asos ko'ra mana shuni teskarisiga yozib olay. 3a plus 2 qo'shuv logaritm 2 asosga ko'ra a plus 3 katta bo'lishi kerak 2 logaritm 2 asosga ko'ra a plus 1 bo'ladi. Endi qo'shuv bo'ladiganimiz ko'paytiruv degani edi va tashlab ketamiz bizda. Shunda mana 3a plus 2 ko'paytiruv a plus 3 va bu ham katta bo'lishi kerak a plus 1 ning kvadratidan. Va buni qovusda ochib chiqadigan bo'lsak 3a kvadrat 9a 2a bo'ladigan bo'lsa 9a 2 bo'ladigan bo'lsa 11 bo'ladi va plus 6. Katta deyman. A kvadrat plus 2a plus 1 bo'ladi. Hammasini biz tomonga yig'adigan bo'lsam 2 ta a kvadrat
plus 9a plus 5 katta bo'lishi kerak 0 dan. Endi diskriminant ishlaydigan bo'lsam, diskriminant menda tak b kvadrat 81 minus 4 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 2. Shunda hisoblaydigan bo'lsak 41 ga teng bo'ladi. Shunda bizda a birim teng bo'ladi. Tak minus 9 plus ildiz ostida 41 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 4 bo'ladi. A 2miz bo'lsa minus 9 minus ildiz ostida 41 taqsim 4. Birinchi mana buni aniqlashtirib oladigan bo'lsam, bu menda 0 dan nima chiqadi? 0 dan kichkina bo'ladi. O'zi men oralig'i chizib oladigan bo'lsam, misol uchun mana A1 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda A2 bo'ladigan bo'lsa, bilamizki, mana plus, bu yoq minus, bu yoq plus bo'ladi. Mana plus joyi bu oraliq bilan bu oraliq bo'ladi. Ikkalasi ham manfiy bo'lganligi uchun, ya'ni minus bo'lganligi uchun, ikkalasi ham 0 dan kichik bo'lganligi uchun, ya'ni men 41 ni hisoblaydigan bo'lsam, taqriban 6 dan katta bo'ladi. 6 dan katta sonni, misol uchun 7 dan kichkina son chiqadi. 7 dan kichkina sondan 9 ni olib tashlaydigan bo'lsam minus chiqadi. Demak, bu 0 dan kichkina, bu ham 0 dan kichkina. Ikkalasi ham minus bo'ladi. Demak, mana bu ham minus, ikkalasi ham A1 ham A2 ham minus bo'lganligi uchun bizning oralig'imiz mana bu oralig' bo'ladi. Ya'ni bu ham 0 dan kichkina, bu ham 0 dan kichkina va biz boshda aytdikki, A 0 dan katta bo'lgan oralig' olishimiz kerak ekan. Ikkalasini ham birlashgan javobi mana A dan nima bo'lishi kerak bizda? Katta bo'lishi kerak edi. Va ikkalasini ham birlashgan joyi mana. Ya'ni bu misolimizning yechimi nima chiqar ekan? A tegishli 0 dan chekislikkacha degan yechim kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Keyingi misolga ahamiyat beramiz. Keyingi misolimizda aytilyaptiki, bizda abs uchburchakning perimetri 2 ga teng bo'lib, uning tomonlari o'rtalarini tutashtirishdan A1, A2, A1, B1, C1 uchburchak hosil bo'lgan. Xolos, tutashtirib bittagida hosil va hokazo hosil qilindi deyapti. Shu uchburchakning perimetrlari yig'indisi. Mana buni holat bo'lyapti, o'rtalarni tutashtiryapti. Mana bunaqa bo'lyapti. Keyin buni yana o'rtasini tutashtirib, mana bunaqa xolos shunaqa cheksiz davom etyapti jarayonimiz. Tak, endi buni hisoblaydigan bo'lsam, boshdagi katta uchburchagimizning perimetri nechaga teng? 2 ga teng. Tak, biz bilamizki, keyingisi o'rtalarni tutashtirib, uni perimetrini topadigan bo'lsam, xuddi shuni teng yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni buni P1 2 ga teng deydigan bo'lsam, P2 teng bo'ladi menda nechaga? 2 taqsim 2 ga. Ya'ni 1 ga teng bo'ladi. Keyingisini hisoblaydigan bo'lsam, P3 ni hisoblaydigan bo'lsam, buni ya'ni teng yarmiga teng bo'ladi, 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Keyingisi misol uchun 1 taqsim 4, P4 teng bo'ladi 1 taqsim 4 va hokazo ketyapti. Shunda S topadigan bo'lsam, ya'ni bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya hosil bo'lyapti. Bizdan perimetrlar yig'indisini topganligi uchun menda P1miz 2 ga teng, bizda quvimiz 1 minus quvga teng edi, 1 taqsim 2 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsam, 2 bo'lib 1 taqsim 2 bu ham teng bo'ladi 4 ga. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu misolimizning javobi 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi 75-misolga ahamiyat beramiz. Tekislikni kvadrat va P nuqta berilgan, P nuqtani kvadrat uchlarni bo'lgan masofalar teng bo'lishi mumkinmi deyapti. Bu yerda mana misol uchun kvadrat deb tasavvur qilaylik. Bu yerda 3 xil holat bo'lishi mumkin. Birinchisi kvadratni tomonni o'zida bo'lishi mumkin. Ya'ni kvadratni ta'rifi bizda nima edi? Hamma tomonlari teng bo'lishi kerak edi. To'g'rimi? Hamma tomonlari teng bo'lishi kerak. Misol uchun A bo'ladi. Misol uchun mana bu joylashdi deylik. Mana bu yerda. Birinchi holatda kvadratni o'zini tomonida joylashgan bo'lsin.
Keyingi holat ichida joylashishi mumkin va tashqi tomonda joylashishi mumkin. Ya'ni 3 xil holat, 3 xil vaziyat bo'lishi mumkin. Birinchisi mana 3 ga nisbatan oladigan bo'lsak, mana bu 3 ga teng, bu yog'i 4 ga teng. Tak, misol uchun mana bu yerda nechaga teng deylik? 9 ga va bu tomoni avtomatik nimaga teng bo'ladi? 11 ga teng bo'ladi. Tak, endi buni uchburchak yasalish qoidasidan hisoblaydigan bo'lsak, eng kichkina a qaysi oraliqda bo'lishi kerak? Birinchi holatda 3 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 12 dan kichik va katta bo'lishi kerak 6 dan. Keyingi holatda a ni hisoblaydigan bo'lsam, tak mana bu tomonga nisbatan olamiz. 20 dan mana bu tomonga nisbatan olamiz. Birinchi bu tomonga nisbatan olib bo'ldik. Xo'p, keyingi holatda nima deymiz? O'zi a 7 ga teng-ku. 7 ga teng-ku a. 7 ga teng, bu ham 7 ga teng, bu ham 7 ga teng, to'g'rimi? Tak, endi 7 ga teng bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Nimaga? Chunki mana bu yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bu yoq 4 ga teng, bu yoq 11 ga teng, to'g'rimi? Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, menda 11 ga teng bo'lib qoladi. Bunday vaziyat bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ikkalasini yig'indisi ham, bu ham 11 ga, ya'ni 11 dan nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Shu joyda o'xshamaganligi uchun bu nima bo'lmaydi. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holatda nima bo'lishi mumkin? Misol uchun mana ichida bo'lsin deylik. Bu birinchi holat. Ikkinchi vaziyatimiz bizda nima bo'lsin? Kvadratni ichida joylashgan bo'lsin. Ichida. Misol uchun mana bu turada joylashgan deylik. Ikkinchisi mana bu turadami? Misol uchun mana buni nechaga teng deylik? 3 ga 4 ga sondan o'zi o'xshamayapti 9 ga. Tak, mana bu nechaga teng bo'lsin? 11 ga teng bo'lsin. Misol uchun buni a deylik. Vaziyatni ko'rib chiqamiz. Misol uchun birinchi holatda mana mana bu tomonga nisbatan olamiz. A qaysi oraliqda bo'lishi kerak menda? 15 dan kichkina va katta bo'lishi kerak. Ayirmasi 9 dan, 9 emas, uzr. 7 dan katta bo'lishi kerak. Keyingisi mana bu holatga nisbatan oladigan bo'lsak, hisoblaydigan bo'lsam, mana a kichik bo'lishi kerak. 4 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam 7, ayirib tashlaydigan bo'lsam 1. Tak, mana shu yerda qaranglar. Mana shu yerda o'zidan o'zi o'xshamayapti. 3-tomonni yozishim ham shart emas. Mana shu yerda o'zidan o'xshamayapti. Qaranglar. Bu yoqda 7 dan kichkina bo'lsin dotda. Bu yoqda 7 dan katta bo'lsin dotda aniq qiymati. Bu yerda ham nima qiladi? Bo'lishi mumkin emas. Keyingisi 3-holat. 3-holatni men tepadan yozib olaman. Misol uchun 3-holat. Deylik, mana bunga nisbatan. Misol uchun mana shu nuqtaga nisbatan olamiz. Mana bu necha deylik? 3 deylik. 4 ga teng deylik. Bu yoq nechaga teng deylik? Misol uchun 9 ga bu tomoni tak 11 ga teng bo'lsin. Biz bilamizki, tomonlari nimaga teng? A ga teng. Kvadrat bo'lganligi uchun hamma tomon bir xil. Birinchi men kichkina tomonga nisbatan oladigan bo'lsam, ya'ni bu tomonga nisbatan oladigan bo'lsam, a nim bo'lishi kerak menda. Tak, 7 dan kichik bo'lishi kerak va katta bo'lishi kerak 1 dan. Keyingi mana bu tomonga nisbatan oladigan bo'lsam, mana shu uchburchakka nisbatan a deyman.
Ikkalasi 20. Ya'ni 20 dan kichkina bo'lishi kerak. Ayirmasi necha bo'lishi kerak? Ayirmasi 2 mi? 2 ga teng. Keyingi holat. Mana bunga nisbatan olamiz. Bu yerda nima bo'ladi mana? A kichik bo'lishi kerak 15 dan va katta bo'lishi kerak. Ayirmasini hisoblaydigan bo'lsam 7 dan. Mana shu yerda ham o'xshamayapti, ya'ni birinchi holatda 7 dan kichkina bo'lsinda otgandim. Keyingi holatda 7 dan katta bo'lsinda olman. Bu yerda ham nima bo'ladi? O'xshamaydi. Ya'ni 3 xil vaziyatda ham ya'ni yo'q deymiz. Tushundinglar? Bo'lishi mumkin bo'lsa yo'q. Tushundinglarmi? Keyingi holat mana 76 da ko'radigan bo'lsak, muntazam uchburchak ichida olingan nuqtada bu yerda uchburchak ekan faqat. Kvadratga o'xshab ishlab qo'yamiz mana. Muntazam uchburchak bo'ladigan bo'lsa, hamma tomonlari A ga teng bo'ladi, ya'ni teng bo'ladi. Misol uchun, tak, mana bu yerda chiza oladigan bo'lsam, bu tomonga nisbatan bu tomonga nisbatan o'tkiz olamiz. Bu 2 ga, bu 5 ga va bu 10 ga teng bo'lsin. Hisoblasam mana. A deyman, kichik bo'lsin deyman, nechidan? Ham tomonga nisbatan olamiz. 12 dan kichkina va 8 dan nima bo'lsin? Katta bo'lsin. Keyingi holatda mana. Tek mana bunga nisbatan olamiz. Tomonga nisbatan oladigan bo'lsam 7 dan kichkina bo'lishi kerak va ayiradigan bo'lsam 3 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu o'zida o'xshamayapti, ya'ni birinchi holatda 8 dan katta bo'lsin deyapmiz, ikkinchi holatda 7 dan kichkina bo'lsin deyapti. Bu yerda ham nima bo'ladi? Yo'q. Ya'ni o'xshamaydi. Xo'p, shu bilan misollarimiz tugadi. Darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. YouTube'da ko'rayotganlar like bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.